Bugun biza Jo'rabek avtozapchasini asoschisi Jo'rabek bilan uchrashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Jo'rabek? Sog'liqli yaxshimi? Shukr. Asosan shu sovuq kunlagan vaqtida shofyorlarimiz novdan shikoyat qilib, ko'proq nov zapchaslar o'tadi. Birinchi o'chirda pechka. Asosan qaysi firmani pechkalari yaxshi deb hisoblaysan va shular bilan aloqa etasan? Qaysilar? Asosan MOF firmaniki, SRR firmaniki, Westmon firmaning pechkalari bilan sifati zo'r, garantiyasi ham bor 3 oy. Asosan shular bilan ishlashamiz. Bu pechkani buzilishini olib keladigan muammo nima o'zi? Birinchi muammosi bu sifatsiz antifriz solish. Sifatsiz antifriz. Yana antifrizga suv aralashtirish. Yozda ko'p odam Suv qo'shadi. Suv qo'shadi antifrizga. Suv qo'shmaymiz. Radiator, pompa Pompadan и termostat. Shu narsalarga zarari katta. Ana shu aytib qo'ygan sifatsiz antifriz, dalibga suv. Xullas do'stlar, antifrizda suv qo'shadigan bo'lsak, bo'lmaydigan arzon antifrizdan soladigan bo'lsak, shunda pompadan ketadi ekan, radiatorlarimiz ham ketadi, pechka ham ishlamadi. Bu pompani asosan biz Samil firmadan sotamiz. Koreyskiy, original narsa. Biz xalq tilida SIP deymiz. Bunga garantiyasi ham bor, hamyonbop. Чисто koreyskiy original narsa. Pompaning asosiy ketadigan narsasi kirchatkasi. Kirchatkasi ketib qoladi, suv oqizaveradi. Antifriz, sifatsiz antifrizlardan keyin korroziyaga uchrab suv oqizaveradi o'sha o'rnidan. Shundan keyin almashlanadigan narsa bu. Radiatorlari, masalan, pechkalari. Bundan tashqari ham bir necha qismlar almashtirishga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Aynan shaxsan men de uchragan Nexia'da bir pompani buzilganining arkasidan, bu pompani suv qo'yib berganning arkasidan prikladga kuydiradi. Motor remontini olib keladi. E'tiborsizlik. Oddiygina shu zapchasini masalan e'tibor bermaslik, buni ichine solinadigan suvga hattoki e'tibor bermaslik bizani katta bir mashinani remont qilishimiz olib Muammosi katta edi. Bir tarafdan ko'rsataveramiz bular Termostat. termostati. Bu termostatimiz Nexia'ning termostati. Bu firma SRR firma. Bunga 3 oy garantiyasi bor. SRR firma, narxi ham hamyonbop, sifati zo'r. Bu narsadan MOF firmaniki ham garantiyali narsa, u Nexia'niki bo'lam. Bunga ham 3 oy garantiyasi bor, sifati zo'r. Ko'p klientlar so'raydi, GM yo'qmi deb. Bu GM'dan ham akka ko'pmiz. Bu ham original narsa. O'zi zavodskiy koreyskiy GM. Mashinalarni zavoddan chiqqan vaqtda aynan shunday keladi. Keyin ko'pchilik klientlar Sparkda termostat ishlamaydi deydi. Shunga bir yo'lini topib qo'yibmiz. Garantiyali Sparkga termostat yo'q. Hechqayerda bizda MOF firmadan buni tashkillashtirib qo'yibmiz. Garantiyasi 3 oy garantiya. 3 oy ichida muammo bo'ladigan bo'lsa, shu almashlab beriladi. Sparkning termostati. Qish oyida bizlar uchun, shofyorlar uchun kerak bo'ladigan ko'pchiligimiz uchraydigan bir dona muammo bor. Yoqib bo'lmay qoladi-ku. Akkumulyator. MOF firmasi ekan. Bularga ham garantiya bormi? Bunga 6 oy garantiyasi bor. 6 oy garantiya. 6 oy garantiya. 6 oy ichida bu zavodskiy biroq bo'lsa almashlab beriladi. Xuddi tozasini almashlab beriladi. Bu akkumulyatorning afzallik tomoni bu batareyali. Batareyalar. Misol Nexia'larda 55 lik keladi, bu 60 lik batareyali. Bu 1 kelib turganda yanadi deganda. Hozir biz eksperiment uchun Matiz'ni radiatorini ham olib kelganmiz. Radiatorlarimiz bulardan garantiya bo'ladimi endi? Nechik? Bular ham garantiyasi bor. Xuddi zavodskiy biroq ne bo'ladigan bo'lsa almashlab beriladi. Suv og'adigan bo'lsa. Suv og'adigan bo'lsa, ma'lum vaqtdan keyinda. Bular ham shu aytganingdek, shu oldinda videomizni boshida aytib o'tganimizdek, shu noto'g'ri antifrizdan noto'g'ri antifriz, dalibga suv, kam antifrizda yurish, bularni ishdan chiqishini oqibatini olib keladi ekan. Bo'pti esa bularni birin-ketin hammasini bahosini aytib chiqamiz. Yetdik. Bu Zafar aka narxini keltirgan bo'lsak, kommentariyada narx deb belgilab yozib qo'ysinlar, hammasini narxini o'zim tashab beraman.